Uyg'ur Harekati Tashkiloti 10 may Onalar bayrami munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi. May oyining 2 yakshanba kuni, ya'ni 5-oyning 10-kuni barliq mehr muhabbatni so'ygan kishilarga ato qilgan ayollarni hurmat bilan tabriklaydigan kun. Ularning jamiyatimizga qo'shgan tugamas to'kpisi va rolini minnatdorlik ichida tilga olmay turolmaymiz. Onalar kuyinish, mehribonlik, mohiylik va muhabbatning mangulik simvolidir. Xitoy hokimiyatining qo'lida millionlagan gunohsiz Uyg'ur onalar va ularning farzandlari jazo lagerlariga, majburiy emgak o'rinlariga, yetim yesir uyga qamaldi va hozirgacha ulardan hech xabar olmadik. Buning bilan bir vaqtda ota mehrdan mahrum qoldirilgan bolalarimiz bor. Bu bolalar Xitoy hokimiyatining iqtisodiy manfaati uchun ota-ona quchig'i va illiq oilalardan ayirib etilib, Xitoy va boshqa davlatlarning emgak kuchi qo'li bo'lishga majburlanmoqda. Avstraliyadagi Uyg'ur muhojirlardan Saddam Abdusalamning ayoli va o'g'li 3 yildan buyon Xitoy hukumatining cheklamasi tufaylidan hozirgacha Urumchidan ayrilishga iloj qilinmay kelmoqda. 5-may kuni Saddam bu haqda muxbirlarga so'z qilib, ularning Xitoy hukumati ijro qilayotgan go'ro'ga elish diplomatiyasining qurboni bo'lib ketganligini bildirdi. Angliyada chiqadigan kundalik pochta gazetining 4-maydagi xabarda aytilishicha, Saddam yaqinda Xitoy doiralarining ayoli va o'g'lini necha soat so'roq qilganligini aytib bergan. Shundaqla o'zining bu holini Avstraliya hukumatining Wuhan virusining manbasini surishti qilish harakatiga qarata Xitoy hukumati paydo qilgan o'ch elish qilmishi deb tushunadiganligini bildirgan. U bu to'g'risida so'z qilib, bu go'ro'ga elish diplomatiyasi bo'lmay nima, Avstraliya hukumati o'z fuqarolarini qo'g'dash uchun nimalarni qila oladi degan. Kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti Avstraliya sho'bisining direktori bu vaqtda to'xtalib, Avstraliya hukumati Urumchiga vakil avatib, ularni olib kelish kerak deb qaraydiganligini bildirdi. U yana Xitoy hukumatining Avstraliya fuqarosining bundaq razillarcha go'ro'ga elishini hargizmi qabul qilib bo'lmaydi dedi. Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi chegara talash tortishi davomlashmoqda. 9-iyul Sikkimning shimolidagi Xitoy-Hindiston chegarasidagi ikki davlat askarlari o'rtasida jismoniy to'qinish yuz berdi. Hindiston doiralari ikki taraf orasidagi to'qinishda 4 Hindiston askari va 7 Xitoy askari yaralanganligini bildirdi. Lekin Xitoy-Hindiston chegarasida to'qinish yuz berganligi, 150 askarning urushganligi va 11 kishining yaralanganligi to'g'risidagi xabarlar berildi. Hindiston vaqt gazeti Hindistonlik ikki ofitserning so'zini naql keltirib mundaq dedi. Vaqa Sikkimning shimolidagi Nakola rayonida yuz berdi. Hindiston askarlari ashu kuni chorlayotganda Xitoy askarlari bilan ko'rishdi. Tuyuqsiz keskin to'qinish yuz berdi. Xitoy va Hindiston askarlarining ishtirok qilishi natijasida 11 odam yaralandi. Germaniya Aynak haftalik gazetining xabariga qaraganda, Xitoy prezidenti Xi Jinping 21 yanvar Dunyo sog'liqlik tashkilotining bosh direktori Tedros bilan telefonlashgan bo'lib, u yangi tipdagi Wuhan virusi yuqumini dunyoviy tarqalishchan zukam deb jakolashni kechiktirishni talab qilgan. Aynak gazeti xabarida Germaniya Federatsiya axborot idorasi BNDning so'zini naql keltirib mundaq degan. Xi Jinping Tedrosdan insondan insonga tarqalishga oid uchurlarni e'lon qilmasligini talab qildi va tarqalishchan zukam deb ogohlantirish tarqitishini kechiktirdi. Xabarlarga qaraganda, Germaniya Federatsiya axborot idorasining mo'ljallashicha, Xitoyning haqiqatni yoshirish qilmishi dunyoning yuqumdan mudofaalanishda 4 haftadan 6 haftagacha kechikishni keltirib chiqargan. Dunyo sog'liqlik tashkiloti shanba kuni bayonot e'lon qilib, Germaniya Aynak gazetining yaqinda e'lon qilgan xabarni asossiz deb inkos qaytardi. Turkiyaning TAV aerodrom pay kontrol şirketi Almaty aerodromini setib olish uchun pay setib olish kelishimi imzoladi. Bu şirket Almaty aerodromining zamonaviy Yipak yo'lining muhim markazining asosli darvozasi ekanligini va o'zlarining yer shari to'ridagi 15-aerodrom bo'ladiganligini aytdi. Türkiye taratqullarining xabariga qaraganda, bu şirket va uning birlashma hamroyi VIP
Kapital Almaty aerodromining 100% payini setilish uchun pay setilish kelishimi imzolagan. Bu kelishim aerodrom va aloqador korxonalarni 415 million Amerika dollariga setilishni o'z ichiga oladi. Payni yetkash barliq qonuniy oldingi shart va rasmiyatlarni tamomlagandan keyin ib beriladi.